Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda Telegram Premium olishni o'rgatib o'taman. Uzum vizasi orqali olinadi. Eng arzon tushadigan versiyasi. Odamlar 67 ming, 60 ming qilib sotishib turgan bir oylik premium aslida sizlarga 36 ming so'mdan tushadi. Birinchi fakt. Xo'p, vaqtim kam bo'lganligi uchun montajiga ko'p narsalarga e'tibor bera olmayman, lekin video sizlar uchun albatta foydali bo'ladi. Tushunishga harakat qilsanglar bo'ldi. Yaxshilab kuzatsanglar bemalol tushunadigan qilib tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda sizga kerak bo'ladigan narsa nima? Uzumbank ilovasi yo'q bo'lsa, описаниеda yoki kommentariyada silka qoldiraman. O'sha silkadan kirib olsanglar, ilovani tortib ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Bizga bonus beradi. Yo'q. Uzr. Uzum bank yaqinda ekran yozib olish bilan qo'ng'iroq paytida videoga olishni taqiqlagan. Xullas, tushuntirib o'taman. Qarang. Mana. Uzumbank logichniy o'ylaganda qanaqa ishlaydi? Hop, keling birorta Telegramga kiraydi. Men sizga chizma tariqasida tushuntirib beray. Hop. Birorta kontaktga, xullas nimagadir kirib olaylik. Tak. Hop, mana. Xo'sh, bu yerda tasavvur qiling, mana. Uzumbankka kirganingizdan keyin sizdan pasport ma'lumotlaringizni so'raydi. Ro'yxatdan o'tishda telefon raqamingizni so'raydi. Telefon raqamingizni so'ragandan keyin pasportingizda seriya raqami AB, AE, AC bilan boshlanadigan raqamlarni kiritasiz. Kiritganingizdan keyin tug'ilgan sanangizdan keyin telefon raqamingizga tasdiqlash uchun kod yuborishadi. Kodni yana bir marta tasdiqlaysiz. Undan keyin yuzingizni avval ichida joylashtirib, tasdiqlaganingizdan keyin sizda Uzum virtual kartasi ochiladi. Uzum virtual kartasi ochilgandan keyin sizda nima bo'ladi? Tak. Uzum viza o'zi chiqib qoladi. Uzum viza chiqib qolgandan keyin pastda karta qo'shish turib, karta qo'shib olishinglar kerak. Uzum bankda kartasini to'ldirishda ko'pchilik qiynaladi. Tushunmaydi. Ya'ni to'ldirish uchun Uzum bankda o'zini ilovasidan foydalanish kerak. Uzum bankda o'zini ilovasiga karta raqamlaringni qo'shib olasizlar. Qo'shib olganinglardan keyin karta qo'shilgandan keyin xullas sizga nima kelib chiqadi? Tak. Karta qo'shganingizdan keyin o'sha qo'shgan kartangizdan Homehouse kartadan pulni Uzum viza kartasiga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Uzum bank ilovasini o'zidan. Pulni o'tkazib olganingizdan keyin, xo'p, qancha o'tkazasiz? 30 ming, 36 ming so'm o'tkazasiz. 36 ming so'm yetib ortadi, даже 10 so'm ortib ham qoladi. Xo'p. Pulni o'tkazganingizdan keyin nima qilasiz? Uzum kartani ustiga bosganingizda karta ma'lumotlari degan narsa bor. Karta ma'lumotlarining ichida 3 ta raqam bo'ladi. Ya'ni karta raqami, kartani amal qilish muddati va kartani 3 talik kod raqami bo'ladi. O'shalar kerak bo'ladi. Va ikkinchi qo'shimcha narsa, qarang mana. Telegramda asosiy ko'k Telegram bor. Mana bu Telegram, hamma biladigan Telegram. Juda ko'p odam ishlatadigan Telegram. Aynan bu Telegramdan olib bo'lmaydi. Bu Telegramdan olish uchun qimmatroqqa tushib qolasiz. 45 ming, 50 mingdan ko'proq pul yechadi. Arzonroqqa, eng arzon usulda olish uchun sizga Telegram Plus yoki Telegraf bilasizlar, hozir ko'rsatib ham o'tib ketaman. Xo'p. Mana Telegram Plus mana bu. Ko'rib turganinglar mana bu burchakdagi 9000 ta bildirishma kelgani mana shu Telegram Plus. Xo'p, pastroqqa tushsak mana Telegraf PX bor mana. Telegraf. Mana shu ilovalarda ishlasangiz bo'ladi. Akada ham menimcha olsa bo'lardi. Telegram aka qizlar ko'p ishlatadi. Tak, xullas mana Telegram Plusga o'tdik. O'tganimizdan keyin nima qilamiz? O'zimizni birinchi o'rinda o'sha kerakli qaysi akkauntga olish kerak bo'lsa, o'sha akkauntimizga o'tib olamiz. Yoki ulab olishingiz kerak Telegramga akkauntingizni qo'shib ulab olasiz va qidiruvga shundoq yozasiz. Premium bot mana. Premium bot deb yozsangiz o'zi galchkali bot chiqadi. Mana 6.921.000 user deyapti. Kamida 5 million, 6 million foydalanuvchi foydalanadi bu botdan oyiga. 1 yil degan bo'lsa, mana premium deb yozganingizda o'sha premium bo'lib galchkali bo'lib chiqib keladi.
Hop, mana kirdik. Mana foydalanuvchi nomini bitta ko'rsatib ham o'tib ketaman. Mana premium bot. Hech qanday yoki boshqacha o'zbek tilida yozilgan bo'lmaydi bu bot. Hop, kirganingizdan keyin nima qilasiz? Kirganingizdan keyin bu yerda start tugmasini bosasiz. Sizda hali bot boshlanmagan bo'ladi. Boshlash tugmasini bosasiz va start buyrug'i yuboriladi. Yuborilgandan keyin mana ko'rib turibsiz, уже bizga xabar kelyapti. Bu yerda 35.990 so'm deb to'lashingizni ko'rsatyapti mana. Buni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin xuddi mana shunaqa narsa so'raydi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek pastda tugmacha bor. Shu tugmani bosganingizda mana bu tugmani rangi o'zgaradi. Keyin to'lash degan tugmani bosasiz. Mana aytib o'tganimdek, karta ma'lumotlari degan joydan karta raqami, mana bu yerga amal qilish muddati va mana bu yerda SVV kodi, ya'ni 3 tali kod bo'ladi. Bu albatta to'g'ri yozishingiz kerak. Hamma ma'lumotlarni to'g'ri yozganingizdan keyin tafsilotlarni saqlash shart emas. Agar siz oyiga har oy 36 mingdan to'lab yurmoqchi bo'lsangiz, saqlab qo'ysangiz ham foydali bo'ladi. Keyingi safar so'ramaydi. Keyin mana bu tepadagi belgini bosasiz. Bosganimizdan keyin bu yerda hali ma'lumotlar to'ldirilmagan. Men hozir videoni pauza qilib turib, kartamni to'ldirib, mana bu yerga ma'lumotlarimni yozib bo'lgandan keyin mana bu yerda mana bu yerdagi tugmani bosib, keyingi oynadan ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlar uchun mana bu oynani bosgandan keyin chiqadigan bundan keyingi sahifa ochilib ketadi. Men uchun esa ba'zi ishlar amalga oshiriladi. 1 daqiqa pauza. Xo'p, hech qanaqa narsadan qo'rqish shart emas. Videoni davomi bitta qaytib chiqib oldim. Sababi nima? Premium botda kartani ma'lumotlarini olib qaytib kelguningizcha vaqt o'tib ketadi. Ya'ni to'lovni bosish tugmasiga kirganingizdan keyin 1 minut ichida iloji boricha kartani raqamlarini, hamma narsalarni to'ldirib, tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun nima qilasiz? Agar xatolik beradigan bo'lsa, invoice yoki shunga o'xshash xat chiqadi o'zi, to'lov amalga oshirilmaydi. O'shanaqa vaziyatda u to'lov sahifasidan chiqib ketib, yana mana shu sahifaga qaytib, start tugmasini bosasiz va qaytadan mana bunaqa xabarga bosib kirib ketasiz mana. Hop, kirib ketganimizdan keyin mana bu yerga mana shunaqa karta raqami, muddati va SVV kodi yoziladi. Bu SVV kodini hozir ochiqchasiga men sizlarga tarqatyapman. Meni kartamniki, lekin bu kartani men qaytib ishlatmayman. To'g'risi, pul solmayman. O'shaning uchun bemalol hech narsadan qo'rqqanim yo'q. Lekin kartangizda, uzum kartangizda 10 mingmi, 100 mingmi qancha pul tursa ham SVV mana shu kodlarini yashirin saqlashni maslahat beraman. Chunki bu kodlar bilan bemalol pul yechib olish mumkin. Sizni kartangizdan hech qanaqa SMS kodsiz ham. Telegramda SMS kod so'raladi, lekin bu yerda hech qanaqa ba'zi joylar bor, umuman SMS kod so'ramaydi Visa kartalardan. Xo'p, keyingi sahifaga o'tib ketamiz. Ko'p cho'zib o'tirmayman. Mana 35.990 so'm to'laysiz deyapti. Uzum kartadan to'laganingizda bunga qo'shimcha pul qo'shilmaydi. Ba'zi bir banklar bor, O'zbekiston banklari, ularda qo'shimcha komissiya ham oladi, 45 ming, 40 ming pul yechib qo'yadi, ko'proq yechib qo'yadi. Xullas, mana to'lash tugmasini bosamiz, davom etish tugmasini bosamiz va уже sahifa ochiladi. Mana uzum kartamiz ochilgan, ulangan raqamga kod boradi. Mana 35.990 so'm pul yechish uchun kod boradi deyapti. Xo'p, biz mana kodni avtomatik to'ldirishni tugmasini bosib qo'ydim va SMS kutilmoqda. Hop, mana 327.90 kodimiz ekan. Hop, mana to'lov amalga oshirilyapti. Va mana bo'ldi. Telegram Premium sifatida men qaytdim. Bir yillik Telegram Premium tugagandan keyin yana qaytib Premium olyapman. O'rgatish uchun. Ba'zi bir insofsizlar 60 ming sotishyapti. Shunaqa akkauntingizga kirib 1 minutda bajarib chiqib ketadigan ish uchun bu albatta yaxshi emas. Hamma o'ziga uzum viza olmaganlar o'sha silka qoldiraman. Yana bir bor aytib qo'yapman. Sizlarga foydasi ham ziyoni ham yo'q. Uzum karta bepul keladi har doim. Menga bitta foydasi, sizlar meni havolamdan o'tganinglar uchun menga ozgina pul berib qo'yadi. Sizlarni qo'shimcha rasxoddan qutqarganim uchun menga foyda keltirsanglar, albatta xursand bo'lib qolardim. 3 ta 4 ta odam bo'lsa ham. Xo'p, xullas shunaqa. Obunani to'xtatishga keladigan bo'lsak, keyingi oy kartamdan pul yechib qo'ymasin deyapsiz. Chunki bir marta sinab ko'ryapsiz. Mana unaqa vaziyatda stop deb yozasiz. Buni hech qanaqa joyda ko'rsatmaydi. Siz o'zingiz qo'lda yozishingiz kerak.
mana shunaqa stop deb, stop tugmasini bosib yuborasiz. Mana yubordingiz. Mana yuborganingizdan keyin mana shunaqa xabar chiqadi. Mana bu siz mana bu ikkita tugmadan obunani to'xtatish bosasiz. Bosganimizdan keyin mana obuna to'xtatildi. Yo'q, hozir 3 marta bosilib ketdi. O'shaning uchun boshqatdan qilamiz. Mana stop tugmasini bosamiz. Hop, bosganimizdan keyin mana shunaqa ikkita tugma chiqadi. Obunani to'xtatishni bosasiz. Yana ikkita bosilib ketdi. Nima bo'lyapti azizlar? Obunani to'xtatmasdan ishlatasizlarmikana? Har oy ishlatib boy bo'lib ketasizlarmi? Mayli, hammamizga nasib qilsin. Obunani to'xtatish tugmasini bitta bosasiz. Bosganingizdan keyin mana obunani bekor qilishga sababingizni keltirib qo'ying deyapti. Mana narx juda baland degan tugmani bosinglar, chunki narx juda baland desanglar, hamma narx juda baland O'zbekistondagi hamma narx baland bo'lsa, Telegram balki buni ko'rib turib, O'zbekistonda 36 ming ko'p pulmikan deb turib, yana ham arzonroq qilib qo'yishi mumkin. O'zimizga foyda, tushundinglar? Agar tushib ketsa ham, yo'q, men 36 mingdan olaverardim desanglar, masalan 20 ming bo'lib ketsa, Telegram Premium qolgan 16 mingni mani kartamga tashlasanglar bo'ladi. Любой 16 ta raqamni terib turib, yozsanglar, уже mani kartam chiqadi. Millionerov Kibirbek deb ism familiya bilan chiqib keladi. Xullas, shunaqa gaplar. Narx juda baland degan narsani bosib qo'yamiz, bo'ldi. To'xtatildi. Bu obuna to'xtatildi degani hozir premiumimizni olib qo'yadi degani emas. Premium o'zini joyida qoladi. Mana bechora bola siqilib o'tirgancha o'tiradi. 1 oy o'tiradi endi. Xullas, mana shunaqa. Bu nima degani? Ya'ni mana bu hozirgi oy mana bu yerda tekshirsangiz bo'ladi. Telegram Premium yangi ishlatyapti turganlar, eski ishlatyapti turganlar уже legendarniylar, ular biladi. Qimmatga bo'lsa ham ishlatishga endi arzonroq olasizlar, endi boy akalar sizlarga sal obro'ylarni tushirib qo'ydim. Premium narxini sal arzonroq olishni o'rgatib qo'ydim, xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, bu yerda nima qilasizlar? Ana shu yerda xato. Plyusdan chiqib ketasizlar endi. Bilasizlar, sizlar aka ishlatasizlar, u sizlarga bunaqa past narsalar kerak emas. Xullas, nima qilasizlar mana? Asosiy Telegramdan sozlamalarga kirib, mana bu yerda pastroqlarda mana Telegram Premium degan joy bor. Telegram Premium degan joyga bosib turib, bu yerdan bemalol nima qilishinglar mumkinligini ko'rasizlar bo'ladi. Hammasini o'qib chiqinglar. Endi men o'qib aytib berish shart emas menimcha. O'zinglar o'qirsanglar, qimmatli vaqtlaringni mana shu ozgina bilim uchun sarflasanglar, keraksiz bo'lsa ham mana shunaqa Telegram haqida yaxshi narsalarni o'rganishingiz mumkin. Eng qizig'i reklama chiqmaydi. Qarang. Endi bundoq bitta chatga kirganingizda reklama bosilib ketadi-yu bir xil paytlar. O'shanaqa holat bo'lmaydi endi. Qarang, vaqtingiz qanchalik tejayapti Telegram. Xullas, shunaqa gaplar. Bundan keyingi videoda Telegram yulduzni ham arzonroq sotib olishni o'rgataman. Arzonroq sotishni o'rgatmayman. Mendan sotib olasizlar. Telegram lichkamni qoldirib qo'yaman. O'zini narxidan 20 ming qimmatiga sotaman. Xullas, shunaqa gaplar. Telegramda mana shunaqa qilib premium olinadi, boshqa ilovalardan foydalaniladi va tamom. Obunangizni qachongachaligini tekshirish haqida o'rgatmoqchiman. Mana Telegram Premium, mana oxiriga tushsangiz, mana Premium obunangizni ol va 17-iyulgacha nima bo'ladi? To'xtaydi deyapti. Uzaytirish uchun Premium botdan boshlang deyapti. Biz uzaytirish o'rniga to'xtatib qo'ydik. Keyingi oy pul yechib olmaydi kartamizdan. O'zi kartamizda har oy ham pul turmaydi. Endi boy akalar, boy opalar bor, shunaqalardan ham yechib olmaydi. Video foydali, manfaatli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz markazida ko'rinmas kibr bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Baribir meni yuzimni ko'ra olmay o'tib ketasiz. Balki ko'rib qolarsiz. 10 mingta, 100 mingta o'tib ketsak. Xullas, shunaqa gaplar. Keyingi videoda nima qilamiz, nima xohlaysiz? Amringizga muntazirman. Xullas, nimadir yozib qo'yasizlar. Kommentariyani aktiv qilib qo'ysanglar, balki saxiyligim tutib ketsa yoki mehrim oshib ketsa, birorta narsani, davlat siri bo'lgan narsalarni tekinga o'rgatib qo'yishim mumkin. Xullas, keyingi videolargacha ko'rishguncha shirin kommentariyalar kutaman. Negativlarga alvido. Foydasi yo'q.